o'rikni juda ham yaxshi ko'raman. O'rik o'ta shifobaxsh meva, lekin buni g'o'rasini undan ham yaxshi ko'raman. Chunki biz yoshligimizda hozir ham g'o'rani olib 10 tasini olib uzib turib, tuzga botirib maza qilib yeyish kerak. Sababi tarkibida kayfiyat ko'taruvchi gormonlar bo'ladi birinchi o'rinda. Lekin kayfiyat tushib ketgan odam g'o'ra yeydigan bo'lsa, darrov kayfiyat ko'tariladi. Terini chiroyli qiladi terini. Sababi vitamin E miqdori nihoyatda yuqori bo'ladi. Zreniyani ko'rishni yaxshilaydi. Sababi vitamin A, beta karotin miqdori yuqori. Qonni ko'paytiradi. O'rnida varena qilsa bo'ladi. Sabab tarkibida temir miqdori yuqori bo'ladi. Mikro makro elementlar deysizmi? Hammasi bor shu g'o'ra tarkibida. Hammasi bor. Zudlik bilan olib iste'mol qiling g'o'rani. Chunki faqat foyda bo'ladi. Eng yaxshi tomonini aytaman sizlarga, bu sekret emas, u bor narsa. Mana rak kasali ko'payib ketyapti. Onkologiyaning yomon tomoni eng pismiq kasallik rak kasalligi. Bu kasallik birinchi, ikkinchi darajada aniqlanmaydi, uchinchi bosqichga aniqlanadi. Birinchi, ikkinchi darajadagi onkologiyani yo'qotib yuboradi. Hech kim bilmaydi o'zida shunaqa bo'layotganligini. Shuning uchun g'o'ra yegan odamda onkologiya bo'lmaydi, qoni ko'payadi, kayfiyat ko'tariladi, teri chiroyli bo'ladi, elastik joyiga tushadi, morshinalar yo'qolib ketadi, tirish yo'qoladi. Shuning uchun albatta sezonda qolmasdan, qatib qolmasdan g'o'rani iste'mol qilinglar. Salomat bo'linglar. Yoqimli ishtaha.